o'qiyotganimizda bilishimiz lozim bo'lgan odoblardan yana biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga salovat aytish odoblaridir. Ular quyidagilar ekan. Birinchisi, musulmon kishi umrida bir marta salovat aytishi nima ekan? Qanday amal ekan? Bir marta salovat aytish qanday amal? Farz, maşalloh. Barakalloh, Alloh umringizni ziyoda qilsin. Farz amal. Ikkinchisi, namozning oxirgi tashahhuddan keyin nima o'qiymiz? Salovat o'qiymiz. Bu qanday amal? Sunnat amal. Uchinchidan demakki, namozdan tashqari barcha vaqtlarda salovat aytish mustahab amal ekan. To'rtinchidan Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad deb salovat aytish afzalroq ekan. Hozir aytdik-a? Beshinchidan salovat aytib turib, ortidan u zotning ahli baytiga, ashablari va tobiinlarga ham aytish avlodir. Va ala alihi va ashabihi va atba'ihi ajma'in davom.